Dersimizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Endiki mavzudan birinci islah 2021 yıl 4. ayının 18. günü. Yukarıki leksiya mavzunun devamı. Bu şunun direkt biridir ki Cungo Tayvan'a kadem kıstap kelgen vaziyet aslında Yaponiya küllerinin biri de ciddi takabül turuşqa tayyorlik qilishi lazım. Yaponiyaning ittifoqdoshi Amerika Yaponiyaning shunday qilishini izchil umid qilib keldi. Shuni Yaponiyaning o'zini sirti qoldirishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 17-kuni darhol javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Tayvan Senkaku orollari Jungoning zeminidir. Hong Kongga chetishlar, Uyg'uristonga chetishlar ishlar nuqul Jungoning ichki ishidir. Amerika Yaponiya birlashma bayonoti Jungoning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashdi. Ko'pchilik Jungo buningda qattiq norozi bo'ldi va qat'iy qarshi turdi. Beijing Xalqaro munosabatlar instituti muavin professori Guangdali mundaq hisobladi. Aslida bu yillarda Yaponiya-Jungo munosabatlari yaxshilangan edi. Lekin 3-oyda Yaponiya tashqi ishlar ministri, davlat mudofaa ministri, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken va davlat mudofaa ministri Austin bilan ikkiga qo'shilgan suhbat o'tkazganda suhbat Tayvan bo'g'izi kechiringlar. Hong Kong, Uyg'uriston, Tibet masalalari to'g'risida to'xtalganda Jungo allaqachon norozi bo'lgan edi. Bugun Yaponiya yana Fudo yadro Avraz suyini dengizga qo'yib berishni Amerika Yaponiya birlashib Jungoga taqobil turishni jakarlaganda birlashma bayonotda 52 yildan keyin tunji qatam Tayvan masalasi tilga ilinganda Jungo muqarrar norozi bo'ladi. Professor munda xulosa chiqardi. Jungo Yaponiya munosabati dal hozir yomonlashish jarayoniga kirib keldi. Qisqasi, Amerika Yaponiya birlashma bayonoti Jungoni qattiq iskanjaga ilish ma'nosini oshkorladi. Yarim asrdan keyin Tayvan masalasini birlashma bayonotga kirgizilib qolmay, balki birlashma bayonotga Hong Kong, Uyg'uristonda kishilik huquq ahvolidan qattiq ansiraydiganligini kirgizildi. Yaponiyaning vaziri Guayivi Amerika bilim xazinasi Xalqaro strategik tadqiqot markazida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Egilik huquq masalasi, demokratiya, kishilik huquq, qonun bilan davlat boshqarish masalasi qatorliq hammaga bob keladigan qimmat qarashlari masalasida Yaponiya hargiz yo'l qo'ymaydi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, Uyg'uriston, Hong Kongda kishilik huquq ahvoli to'g'risida Yaponiya sado qaytardi. Xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib Jungo hukumatining konkret yaxshilash harakati boshlashni talab qildi. Xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib Jungo hukumatining konkret yaxshilash harakati boshlashini talab qildi. Guayivi nutqida mundaq tilga oldi. Prezident Joe Biden hukumati yetakchiligida qimmat qarashlarni asos qilgan diplomatik siyosat yurgizildi. Demokratiya, kishilik huquq,
erkinlik bu bizni bağlap turgan kımmet qaraşlarıdır. Devamını anlayışız vedenler.